Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi bog'lanish miyada vujud talabidan his qilinmagan voqea haqida ma'lumotlar bog'lanishidir. Birinchi bog'lanish sodir bo'lganda insonda aql ishlashi uchun voqea haqida to'g'ri ma'lumot kerak bo'ladi. Ikkinchi bog'lanish sodir bo'lgan insonning aql ishlashligi uchun esa voqeani his qilish kerak bo'ladi. Inson voqea haqida xohlagan ma'lumotni olishi mumkin, lekin xohlagan voqeani his qila olish inson ixtiyoridagi ish emas. Masalan, inson his qilingan ma'naviy va ruhiy voqea haqida ma'lumot olishi mumkin, lekin tushunchaga ega bo'lmagan ma'naviy va ruhiy voqealarni his qila olmaydi, garchi ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lsa ham. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi bog'lanish insonni xohishidan kelib chiqqan, lekin voqeasi his qilinmagan ma'lumotlarning bog'lanishi bo'lib, u insonda to'g'ri tushuncha hosil qilmaydi. His qilinmagan voqealar haqida bosh qotirish esa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, iymon e'tiqodga aloqador bo'lgan masalalarda inson aqli ko'tarmaydigan ma'lumotlarni berish yoki olish o'ta zararlidir. Ali roziyallohu anhu aytgan ekanlar: odamlarga faqat aql yetadigan narsalarni gapiringlar. Nima, sizlar Alloh va Rasulini yolg'onchiga chiqarmoqchimisizlar? Darhaqiqat, rostni yolg'onga chiqaruvchi bu bog'lanish mantiqiy bog'lanishdir. Bunday bog'lanish natijasida insonda hali his qilinmagan voqealar to'g'risida mantiqiy xulosalar hosil bo'ladi. Mantiqiy xulosa esa voqeaga butunlay teskaridir. Axir qanday qilib inson o'zi tushunmagan va his qilmagan voqea haqida to'g'ri xulosa qila olishi mumkin? Agarda kimda kim shunday mantiqiy xulosa qilsa, haqiqatni inkor qiluvchi bo'lib qoladi. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Vaqt kelib inson bu ma'lumotlarni voqeasini his qilganida o'z qilgan ishlaridan pushaymon bo'ladi. Mantiqiy xulosani ziyonligini dinsiz insonda yaqqol ko'rish mumkin. Buning uchun keling, bir islom tarixini esga olaylik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bir vaqtda va bir joyda yashashiga qaramay, Makka mushriklari din haqiqatini his qilisha olmadilar. Chunki ular Qur'on oyatlari ustida mantiq yuritishdi va uni yolg'onga chiqarishdi. Qur'oni Karimda aytiladiki, qavmingiz uni, ya'ni Qur'onni yolg'on dedi. Holbuki u haqiqatdir. Ularga ayting: men ustingizda vakil qo'riqchi emasman. Har bir xabarni o'z o'rni bor. Yaqinda bilajaksiz. Mantiq nafaqat kofirlarga ziyon bo'lib qolmay, balki musulmonlar uchun ham o'ta xatarlidir. Chunki iymon keltirishini o'zi bilan Qur'on ma'nolarini to'liq tushunish mumkin emas. Qur'on ma'nolarini iymon komillashib borishi bilan tushunib boriladi. Qur'oni Karimda aytiladiki, ey insonlar, sizlarga Parvardigoringiz tomonidan pand nasihat, dillaringizdagi buzuq e'tiqodlardan iborat narsalarga shifo va mo'minlarga hidoyat va rahmat, ya'ni Qur'on keldi. Yunus surasi 57-oyat. Insonni iymoni komillashib borar ekan, uni Qur'on oyatlariga muhtojligi oshib boraveradi. Qur'on 23 yil mobaynida nozil qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki, bir kun yoki bir yilda undagi buyruq taqiqlarni barchasini hayotga tatbiq qilish mumkin emas. Shunday ekan, mantiqiy xulosalardan va ularning zararidan ehtiyot bo'laylik.
Bu yerda bir savol tug'iladi. Musulmonlar mantiqiy xulosalardan saqlanishi va iymon e'tiqodni o'stirishi uchun nima qilish kerak? Buni faqat bir yo'li bo'lib, u Alloh va Rasuli ko'rsatgan yo'ldir. Kimki bunga zid harakat qiladigan bo'lsa, mantiq va uni yomon oqibatlardan qochib qutula olmaydi. Chunki o'z o'rniga xos bo'lmagan ma'lumot haqida bosh qotirish ayni mantiqning o'zidir. Oqibatda bunday inson dinni o'ziga chegaralab oladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalaridan Muoz roziyallohu anhuga aytgan ekanlar. Kimki Allohga biron narsani sherik qilmasa, jannatga kiradi. Muoz roziyallohu anhu Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdilar. Bu xabarni odamlarga yetkazaymi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam javob berdilar. Qo'y, suyanib qolishlaridan qo'rqaman. Mantiqiy xulosa natijasida inson agar menda imkoniyat bo'lganda albatta bunday ish qilgan bo'lar edim deydi. Bunday deyish noto'g'ri. Qur'oni Karimda aytiladiki, ey mo'minlar, nega sizlar o'zingiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytursizlar? Sizlarni o'zingiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Alloh nazdida o'ta manfur ishdir. Saf surasi 2-3 oyatlar. Ey Muhammad alayhissalom, mana bu kimsalarni ko'rmaysizlarmi? Ularga ilgari Makkada turgan paytlarida kofirlarga qarshi jang qilishga talabgor bo'lganlarida o'zingizni bosing va namozingizni o'qib zakotingizni ado etib turinglar deyilgan edi. Endi qachonki ularga jang farz qilinganida esa banogoh ulardan bir to'pi odamlardan Allohdan qo'rqqandek, balki undan da qattiqroq qo'rqmoqdalar. Va hatto Parvardigor, nega bizga jangni farz qilding? Bizlarga bu ajalni bir oz keyinroq yuborganingda edi dedilar. Ularga ayting, dunyo matosi ozginadir. Allohdan qo'rqqan kishiga oxirat yaxshiroqdir. Sizlarga xurmo danagini po'stisha ham zulm qilinmas. Mantiq yuritish oqibatida shunday xavfli holat yuzaga kelishi mumkinki, mo'minlar bu holatdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Bunday holatlarni eslash uchun Hujurat surasini o'qishlikni tavsiya qilamiz. Bular bari mantiq yuritishni oqibatlari bo'lib, uni faqat zarar keltiradi. Eng katta zarar esa dinni niqob qilib olishlikdir. Ayniqsa bugungi kunda buni oqibatida bir din vakillari turli xil guruhlarga bo'linib ketmoqdalar. Kimdir masjidga xos hukmlarni ushlab olgan bo'lsa, yana kimdir jamiyatga xos hukmlarni mahkam ushlab olgan. Har bir guruh biz to'g'ri yo'ldamiz deydi. Albatta ular bir-birini xatolari uchun javobgar emas, lekin haqiqat faqat bitta. Ahri Alloh taolo barchamizni birodar bo'lishga buyurgan-ku. Shunday ekan, keling, bir xolis o'ylanib ko'raylik. E'tiqod birlamchimi yo amal birlamchimi? Shubhasiz e'tiqod birlamchi. Agar har bir amal e'tiqoddan kelib chiqsa, nega biz e'tiqod haqida emas, yana bugun qila olmaydigan amallar haqida o'ylanishimiz kerak? E'tiqoddan kelib chiqmagan va hatto maqsadga zid bo'lgan bu amallar vaqtinchalikdir. Agar bir amal e'tiqoddan kelib chiqishi kerak, har bir amal e'tiqoddan kelib chiqishi kerak. Shuning uchun avvalo ishni iymonni o'stirishdan boshlash kerak. Faqat shundagina bizga bugun qiyin bo'lib ko'rinayotgan amallar Allohning rahmat marhamati bilan osonlashadi. Qur'oni Karimda aytiladiki, iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotlarni esa iymon e'tiqodlari sababli Parvardigori jannat yo'llariga hidoyat qilur. Noz ne'mat bog'larida ostilaridan daryolar oqib turur. Yunus surasi 9-oyat. Ko'rinib turibdiki, bizga bog'liq narsa bu iymon masalasidir. Qolgan amallar vaqt o'tishi bilan
hosil bo'lgan iymondan kelib chiqadi. Modomiki shunday ekan, aziz birodarlar, juz'iy masalalar ustida tortishib bo'lingandan ko'ra iymon e'tiqod ustida birlashaylik. Buning islom binosini qurishni asosidan boshlash kerak. Hozirgi davrimizda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrlaridan bir farqli jihat bor. Saodat davrida Qur'on oyatlari har bir voqelik ustida o'z vaqtida nozil bo'lgan. Bugungi kunda esa Qur'on bus-butun holda qo'limizda turibdi. Bu imkoniyatdan noto'g'ri foydalanish oqibatida yana mantiq yuritish natijasida biz o'zimizga dinni cheklab olishimiz mumkin. Shuning uchun aziz birodarlar, keling, bugungi kun muammolari haqida bosh qotiraylik va Alloh taolodan duo iltijo qilib, ayni bugungi muhim bo'lgan masalalar yechimini so'raylik. Bugungi eng muhim masala esa mantiqiy fikr yuritishdan, uning zararidan qutulishdir. Alloh taolo barchamizni iymon e'tiqodlarimizni mustahkam qilsin. Amin. Endi asosiy mavzuga qaytsak, ko'rinib turibdiki, mantiq faqatgina kofirlar uchungina emas, balki musulmonlar uchun ham xatarlidir. Lekin Alloh taolo yaratgan hech bir narsani behuda qilgan emas. Inson mantiq yurita olish qobiliyatini ham o'z vazifasi mavjud. Agar mantiq o'z vazifasini to'g'ri bajarsa, u insonni to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishi uchun foydalidir. Bu yerda bir savol tug'iladi. Qanday qilib mantiqdan to'g'ri foydalanish mumkin? Qur'oni Karimda aytiladiki: "Ey Muhammad alayhissalom, sizga o'rab oluvchi qiyomat kuni haqida xabar keldimi? U kunda kofirlarning yuzlari egilib qoluvchidir. Bo'yin va qo'l oyoqlari zanjir sudirash bilan mehnat mashaqqat chekuvchidir. Ular qizigan do'zaxga kirur, qaynab turgan buloqdan sug'orilur. Ular uchun biron taom bo'lmas. Ularning yemishlari faqat yegan kimsani semirtirmaydigan, ochlikdan xalos qilmaydigan, zariydan bo'lgan zararli badbo'y tikansimon o'simlik bo'lur. Mo'minlarning yuzlari esa u kunda o'zlariga ato etilgan noz-ne'matlardan shod-xurram, hayoti dunyoda Alloh yo'lida qilgan sa'y-harakatlaridan rozi bo'lur. Ular oliy jannatda bo'lib, u joyda biron behuda so'z eshitmaslar. U joyda oqar buloq bordir. U joyda baland so'rilar bor. Va buloq bo'yiga qo'yib qo'yilgan qadahlar, tizib qo'yilgan yostiqlar va to'shalgan gilamlar bordir." G'oshiya surasi 1-6 oyatlar. Yuqoridagi oyatlar qiyomat kunidagi kofirlarning do'zaxdagi azoblanishi, mo'minlarning jannatda beriladigan mukofotlari haqida xabarlardir. Mo'minlarga xushxabar beruvchi va kofirlarni ogohlantiruvchi bu kabi oyatlar juda ko'p bo'lib, inson bu xabarlarni bayon qilingan voqealarni his qila olmaydi. Shuning uchun inson do'zax azoblari haqida mantiq yuritib, Alloh taolodan bu azoblardan panoh so'raydi va jannat yoki undagi ne'matlar haqida mantiq yuritib, Alloh taolodan shu ne'matlarga erishish yo'lini so'raydi. Ko'rinib turibdiki, to'g'ri mantiq yuritish bu o'limdan keyingi hayot haqida fikrlashlik bo'lib, u insonga foyda keltiradi. Mantiq haqidagi suhbatni yakunlashdan oldin shuni aytish kerakki, mantiq yuritish natijasida insonda kelajakda sodir bo'ladigan ishlar haqida xulosa hosil bo'ladi. Agar bu dunyoda his qilish mumkin bo'lgan voqealar haqida mantiq yurilsa, keyingi harakatga zamin bo'ladigan yana bir harakat hosil bo'ladi. Agar inson bu hayotdan keyingi hayot haqida mantiq yuritsa, uning Alloh taoloni mag'firatiga erishish uchun zamin bo'ladi. Qur'oni Karimda aytiladiki, o'zi poktomon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot, u do'zaxdan yiroq qilinur. U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. Ya'ni u biron kimsani
o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr-saxovat ko'rsatmaydi. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigor yuzini, roziligini istab, mol davlatini sarf qiladi va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. Val-Layl surasi 17-21 oyatlari. Sadaqallohul azim.